Demak, qara, sen meni shu yerdan topib oldingmi hozir? Nima qilib yuribsan bu yerda? O'zim aylanib yuribman, tog'a. Bu tuzkonda nima qilyapsan deb so'rayapman sendan. Katalogi ham, mana bu poli ham, devorlari ham tuzdan iborat. Bu bilasanmi nimaga dori bo'ladi? Yo'q. Ana allergiya bo'ladi, bahorda, kuzda yo'talasan, chuchkurasan, qiynalasan. Ana shunaqa odamlar kelib yerda birpas o'tirsa janjal, otib ketadi. Bronxitga, o'pka kasalliklariga, nafas qishishiga, allergiya hammasiga dori mashina. Sen ham 5 minut o'tirasan-da, sirpanasan bu yerdan. Tushundingmi? Haqiqiy tuz ekan. Bunday ajoyib ko'rinish qayerda ekan degan savol tug'ilishi mumkin sizlarda. Bu albatta Andijon shahrida joylashgan 2-maktab yonidagi Agrofarm klinikasida. Bu yerning nomi Tuz g'ori deb nomlanadi. Bunday ajoyib joyni tashkillashdan maqsad esa Agrofarm klinikasiga tashrif buyuruvchi nafas yo'li qisishi, ya'ni kim shu xalq tili bilan aytganda asma kasalligi bor bemalol tashrif buyurib shu yerdan shifo topishlari mumkin bo'ladi. Ularga mana shunday ajoyib shart-sharoit va qulaylik yaratilgan. Tuz g'ori Agrofarm klinikasida.